Kenga chanqoq va O'zbekistondagi yoshlar uchun yaratiladigan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan yoshlar bilan uchrashishni maqsad qilgan edik. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, yoshlarga berilayotgan e'tibor bu boshqa davlatlardagi yo'q imkoniyatlar bugungi kunda bizning yoshlarimizga berilayotganligini o'zlaringiz shu ommaviy axborot vositalari tomonidan, gazeta, jurnal orqali tomonidan yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlaringiz yaxshi ko'rib xabardor bo'lib turibsizlar. Bundan oldin bir necha bor kelganman. Hozir kirib yanada havas qildim siz yoshlarga. ijtimoiy sohada bo'ladimi, sport sohasida bo'ladimi, favqulodda vaziyatdagi sohalarda bo'ladimi, volontyorlarimiz hozir O'zbekistonda 100 ming nafarni tashkil etar ekan. Yoshlarga, demak, tengdoshga tengdosh tamoyili asosida kurslarni Prezidentimiz haftani payshanba kunini ham yoshlar kuni deb e'lon qilganlari. Milliy tiklanish demokratik partiyasining o'z nizomlarida, o'z maqsadlarida alohida yosh oila, oilani muqaddasligini, ulug'ligiga alohida e'tibor berib to'xtalgan. Hurmatli prezidentimizni yoshlar bilan uchrashuvda aytgan fikrlarini, yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarni, mana shu vaqtgacha yoshlarimiz tomonidan erishilgan yutuqlar, marralar va kelgusida qanaqangi yoshlarga imkoniyatlar yaratilganligi haqida Toshkent davlat tibbiyot universitetini Termiz filialida o'sha Milliy tiklanish demokratik partiyasi hamkorligida keng davra suhbati uchrashuvi o'tkazildi. Bu yerda mana yoshlarga prezidentimiz tomonidan qanaqangi imkoniyatlar yaratilganligi, mana qanaqangi fondlar berilayotganligi, qanchadan qancha imkoniyatlar eshigi ochilganligini aytdik.